Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan ikkinchi o'ndan yuqori darajali tenglamalar sistemasini o'rganamiz ekan. Bugun xudo xohlasa sizlarga bu mavzuda ishlayotganlar x plus y teng 6, x y teng 8. Xo'p. Ko'pchilik aytish mumkin, buni v termasiga qo'yib turib javoblarimizni topishimiz mumkin, to'g'rimi? Ya'ni v termasiga ko'ra burada ildizlarda hech bo'lmasa x teng 2 bo'lganda y teng 4, bu birinchi ildizlar bo'ladi. X teng 4 bo'lganda y teng 2. Bu bo'ldi v termasiga ko'ra mana yig'indisi 6 ga ko'paytmasi 8 teng bo'lgan misolni topyapmiz. Lekin biz bu misollarni ishlashda biz qanday usulda ishlaymiz-da? O'rniga qo'shib usuldan ishlaymiz doimiy. O'rniga qo'shib usuldan ishlasangiz to'g'ri bo'ladi. Sababi hozir bu yerda boshda oson misol berilgani uchun buni topaveryapmiz Vietdan, lekin keyin misol juda qiyinlashgan sari bu Vietdan topolmaydigan qoladi. Shuning uchun biz nima qilamizga o'rniga qo'yamiz. Qanday? Misol uchun x topsam 6 minus y chiqdimi? Javobimiz. Xo'p. Endi boshladik. X ni o'rniga olib kelib qo'yamiz. 6 minus y ko'paytirilgan y teng 8. Mana misolimiz endi nima keldi? Kvadrat teng nima keldi? Ko'paytirib olamiz. 6y minus y ning kvadrati teng 8. Xo'p, y ning kvadrati minus 6y plus 8 teng 0. Xo'p, endi bundan bu yerda turibdi nima? y1 ga y2 ning yig'indisi 6 ga, ko'paytmasi esa 8 ga teng. Xo'p, y1imiz 2, y2miz 4 desa, bunga mos keladi x1imiz 4, x2miz esa 2. O'rni almashib qoldi. O'rni almashgan bilan baribir ana shu javoblar chiqib keldi. Tushunarlimi? Mana. Ikkita javobimiz chiqib keladi. Javob yozishda ham bilamiz, nima? Avvalgisini keyingiga yozamiz. Xo'p, qarang. Davom etamiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, yana bir misolimizga qaraymiz. 9-misol. X plus y teng 9, x kvadrat minus y kvadrat teng 9 ekan. Xo'p, bu misolni ishlaydigan bo'lsak, yig'indisi 9 yoki kvadratlarning ayrimasi 9 teng bo'lgan misollar. Demak, bu sistemada biz nima qilamiz? Kvadratlar ayrimasini 2 guruhga ajratib olamiz. İki yurtga. Bo'rimiz necha bo'ladi? 9 edi. To'g'ri, bunday qo'ysak, 9 ko'paytirilgan x minus y teng 9. 9 bilan 9 chiqarib ketsa, bizdan qoldi x minus y teng 1 bo'ldi. X plus y teng esa 9 bo'ldi. Qo'shib yuborsam 2x teng 10, x teng necha? 5. Y teng esa bu yerdan qanday bu joydan kelib chiqadi? Bu yerda topmabmiz. Birinchisiga qo'yib qo'ysam bo'ladi bu. Y'imiz 4 ga kelib chiqadi. Bo'ldi, xo'p. Endi bu to'g'ri osonroq uslubi, lekin doimiy usulimiz, endi ko'pincha o'rinli bo'ladigan usulimiz nima? O'rniga qo'yish. Masalan, x topsam birinchisidami? Yoki y topsam, deylik. B uslubda ketyapmiz. Y topsam nima bo'ldi? 9 minus x bo'ldi. Y ni o'rniga qo'yaman. Nima bo'ldi? X ning kvadrati minus 9 minus x kvadrat teng 9. X ning kvadrati minus 81 minus necha bo'lsa 18x bu plus bo'lib qoladi. Bunisi minus x kvadrat teng 9. Xo'p, 18x teng bu yerda xato qilmadi-ya? Qaysi? 18x minus bo'lmaydi, plus bo'ladi, chunki mana minus ta'sir qiladi. Prosta to'g'ri, hammasi to'g'ri ekan. Asha kvadratda formulamizda a minus b ning kvadrati teng a ning kvadrati minus 2ab plus b ning kvadrati. Mana minus, bu minus x bir ta'sir qilib plus bo'lib ketadi. Tushundingizmi? Bo'ldi. X teng 5 ekan. X 5 bo'lsa, mana 10 ga qo'ysak, y teng 4 ekan. Bu qarang. Eslab qoling. Oson usul hayozga kelmasa, o'rniga qo'shishdan foydalansangiz kelib chiqaveradi degani. Masalan uchun, deyarli ko'p tenglamalar sistemasida o'rniga qo'shishdan foydalansak bo'laveradi. Tushunarlimi? To'g'ri, har bittasining o'zining oson usuli bor. Masalan uchun, birinchisida v bo'lsa, ikkinchisida nima qildik? Kvadratlar ayirmasi formulasiga qo'yib turib ishlab qo'ydik, to'g'rimi? Yana misol ko'ramiz.
Xo'p. 17-misol. X minus y teng 7. X kvadrat minus x y minus y ning kvadrati. Teng 19. Qaranglar. Bu yerda endi biz o'rnak qo'yish usulida ishlaydigan bo'lsak, osonroq bo'ladi. Masalan, x teng oldi 7 plus y. X ni qo'yib beramiz hammasida. Necha bo'ladi? 7 plus y ning kvadrati minus 7 plus y ko'paytirilgan y minus y kvadrat teng 19. Ya'ni biz misol nima qilyapmiz? Bir o'zgaruvchi keltirib olyapmiz. Tenglamali sistemamizda o'zgaruvchimiz ikkitadan bittaga keltirib olyapmiz. Tushunarlimi? Bu nima bo'ldi? 49 plus 14 y plus y ning kvadrati minus 7 y minus y kvadrat. Yana minus y kvadrat teng 19. Endi hammasini nari tomonga olib o'tkazsak, y ning kvadrati qoladi, chunki bittadan ketadi. Xo'p, bular bo'lsa minus 7 y, bular bo'lsa minus 30. Xo'p, endi basitdan topish mumkin. Y1 teng, qaranglar. Y1 Y2 ni yig'indisi 7 ga, ko'paytmasi nechiga teng? Minus 10. Uzr. Shu yerda xato qildim. 30. 10 minus 3 mana javobimiz. Endi bunga mos keladi. Mana bu yerga qo'ysangiz 10 da. Misol uchun 17 topib oldimi? X1 17 mikan? X2 michi? Minus 3 qo'ysam 4 mikan? Bo'lmadi. Tushundinglarmi? Mana shu narsa. Qiyin emas insonimiz. Oson. Xo'p. Davom etamiz. Marjon, yaxshimisan? Charchamasdan, bilibsan. Kelib qolsani? 20 23-misol. Qaranglar. Endi mana nazarga tenglamali sistemamiz bor ekan. Bu misolni ishlashimizda, hurmatli o'quvchilar, oson usul. Nima ekansa o'rnak qo'yish. Ya'ni nimaga oson bo'ladi o'rnak qo'yish desa, siz misol ishlatganingizda hamma misolga o'rinli bo'ladigan bitta usulni ishlab o'rganib olsangiz, keyin har bitta misol uchun o'zini oson usulni o'rganingiz ma'qul. Sababi imtihonda misol uchun qaysi turdan tushishini oldindan bilmaysiz, to'g'rimi? Lekin umumiy holatda ishlayveradigan usulni bilib olsangiz, hammasiga qo'llayverasiz. Tushundingmi? Endi vaqtdan yutish uchungina nima qilasiz? Har bir misol uchun nima qilamiz? Ma'lum bir usullarni qo'llab chiqaramiz, tezlashtiramiz. Uni lekin avval mana buni o'rganmasdan turib qilolmaysiz. Boshlaylik. Bu yerda y topaylik-da, x plus 4 bo'ldimi? Unday qo'yamiz y-ni. Y bilan x tarmasi nechiga teng? 4 mi? 4 taqsim 2x. Teng 2 bo'ldi. Tushunarlimi? Demak boshladik. Bu misolni ishlaymiz. Qarang. Biratori 4x plus 12 taqsim x plus 3 minus 2 taqsim x teng 2. Qarang. Mana ikkosidagi ifoda 4 ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bir xil bo'lib qolib qisqarib ketadi, to'g'rimi? Bu bilan bu qisqarib ketadi. Faqat bitta sharti bor, ana shu ifoda 0 ga teng bo'lmasin. Chunki mahrajda qisqartirdingizmi, u 0 ga teng emas. X teng emas, mana minus 3 degan javobni kiritib ketaveramiz. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, endi bizda nima qoldi? 4 minus 2 taqsim x teng 2. Xo'p, buni o'rniga almashtirib qo'yamiz. 2 teng 2 taqsim x, x teng 1. X teng 1 degan javob qabul qilinadi, chunki mahraj
Faqat -3 ga teng bo'lmasin degan xolos. Qolgan shartlarni aytmayman. Bo'ldi, boshladi. X topib oldingmi? Endi y topishni nima qilamiz? 10 ga qo'yamiz. 1 ga 4 qo'shsam 5 mi? Bo'ldi mana. Topdingizmi? Mayda ifodani 10 ga olib borib qo'yasiz. Hammasi xuddi shunday, ya'ni y'imiz nima aytay endi? X + 4 ga 10 ga qo'ysangiz, shu yerdan y kelib chiqadi. Javobingizni yozayotganingizda nima qilasiz ekan? Avval x ni keyin y ni mana yozib qo'yasiz, bitta javob bo'lib qoladi. Tushunarli? Xo'p, yana davom etamiz. O'ttizinchi misol. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, boshladik. Qaranglar. 30-misolimizni yechmoqchimiz. Xo'p, buning uchun avvalambor nima qilamiz? Yana hozirgidek, misol uchun, xohlang x ni xohlang y ni toping, bu yerda men x topishga hisoblovchi x topib qo'ydim mana. Endi tepaga 10 ni qo'yib qo'ysam bo'ldi. X ko'paydi, x uzr. X o'rniga 5 - 2y ning kvadrati plus 3y ning kvadrati teng 14. Kvadratga oshiraman. 5 kvadrat emas, faqat 2 ga bosam 50. 2 kara 5 imiz 10. Formulani ikkisi bilan 20, yana bitta 2 bor 40. 40y. Plus 2 ning kvadrati 4, 2 ga bosam 8y kvadrat plus 3y ning kvadrat teng 14. Hammasini 11y kvadrat minus hop 40y plus 36 teng 0 bo'lib qoldimi? Endi buni albatta diskriminantga qo'yib ishlaymiz. Bizda tenglamalar sistemasi barcha ildizlarning yig'indisini toping degan ekan. Mayli, iloji. Xo'p, boshladik. Endi men nima qilamiz? Boshladik. Xo'p, 40 kvadrati minus 4 kar 11 Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, bunda 16 qoldimi? Bu 40 ning kvadrati 40 plus 4, 40 minus 4 bo'lsa 16 bo'larkan, bo'ldi. Y uzr. Y1 Y2 ni topsa. Uzr, xato qilib qo'ydim. Xo'p, mana y1 Y2 ni topdingiz, bunga mos ravishda x lar topishingiz kerak, to'g'rimi? X1 topsam, 10 ga qo'ysam 1 kelib chiqaveradi. Uzr. X2 ni topsam nima bo'ladi? Xo'p, javobimiz 11 qo'ysa 5 u 40. 36 bo'lsa 36 bo'lsa 55. 55 tayyorlaydi. 19 taqsim 11 ekan. Ya'ni javoblarimiz necha bo'lsa 1 u 2 va 19 taqsim 11 18 taqsim 11 ekan. Qarang, bizga mana shularni yig'indisini so'rayapti, to'g'rimi? Qo'shib chiqganda bu 3 bo'ladi. Bular esa qo'shsa 37 taqsim 11 nima qoldi? 3 plus 37 taqsim 11 bo'lsa 70 taqsim 11. Endi hurmatli o'quvchilar, mana bunaqa savollar keladi. Mana barcha ildizlar yig'indisini toping, ko'paytmasini toping va hokazo shunaqa savollar kelganda sizga sal osonroq usulni o'rgatib qo'yamiz. Bu yerda nima desa, vet termasiga qo'yadigan bo'lsak, mana uni vetga tushirish uchun mana shu joyda o'zidan vetga tushirib yuboramiz, qaranglar. 11 ga bo'lib yuborsangiz y ning kvadrati 40 taqsim 11 y plus 36 taqsim 11. Endi bizga y1 bilan y2 ni yig'indisi necha kelib chiqdi? 40 taqsim 11 mi? Mana y1 bilan y2 ni yig'indisini topib bo'ldik, to'g'rimi? Endi men nima qilishim kerak? X nima bo'lishim kerak? Xo'p, x1 bilan x2 ni yig'indisi kerak, to'g'rimi? Lekin menda bu yo'q. Nima qilaman? Mana bu ifodani unga qo'yib qo'yaman, qaranglar. 5 minus 2 y1 5 minus 2 y2 deb olsam, qarang. Nima bo'lsa 10 minus 2 ko'paytirilgan
y1 plus y2 deb olaveramiz. Tushundinglarmi? Natijada buni yig'indisi necha bo'ladi? y1 bilan y2 ni yig'indisi mana. Endi to'g'ri birdaniga bu usulga o'tib ketish oson emas. Hisoblasangiz, bunga 11 ta tegdi, bunga bitta tegdi bo'ladi. Faqat 2 kere 48 dan 110 dan ayirsak 30 taqsim 11. Bizga x1 bilan x2 ni yig'indisi bor. y1 bilan y2 ni ham yig'indisi bor. Ikkovsini qo'shib qo'ysak barchadan yig'indisi to'plamami? 40 taqsim 11 ga 30 taqsim 11 qo'shsam 70 taqsim 11. Ya'ni mana bu boshdagi javob kelib chiqdimi? Sizga mana shunaqa barcha yechimlar yig'indisi esa, bu yerda barcha yechimlar haqiqiy emas, barcha yechimlar yig'indisida mana shu uslubdan foydalansa bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, to'xtatib turaverasiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, endi 33-misolimizga qaraymiz. 33-misolda chalg'u o'tadi. Qarang. Mayli, 10 ni almashib qolma, shu ikkovsini hech narsa qilmaydi. Xo'p, qarang, nima bo'lyapti? Tushuntirib o'tamiz. Bu misolimizda nimada 2 tenglamada ham 0 ga tenglayapti. Demak, 0 ga teng bo'lish uchun ko'paytma nima bo'lish kerak desa, ko'payishlardan bittasi 0 bo'lish kerak. Demak, tepadagi misolimizni yozadigan bo'lsak, x teng 2, y teng 5 va x teng -3 chiqdimi? To'g'rimi? Tepadagi birinchi tenglamamizda endi ikkinchi tenglamamizdan nimalar chiqib kelyapti? Y teng 7, y teng +3, x teng 5 degan mana birinchi tenglamamizning javoblar, bu ikkinchi tenglamamizning javoblar. To'g'rimi? Endi qaranglar, shu yerda kombinatsiya qilamiz. Ko'pchilik nima qiladi? Faqat ikkita she'riy qilib qo'yadi, bo'ldi deb o'yladi. Yo'q, bunday qilasan. 2 7 2 -3. Tushundingizmi? Mana bu 2 bilan pastdagi 2 nima bo'ldi? Yigirlar. Kombinatsiya. Endi undan keyin -3 bilan -3 u 7 -3 keyin oxirgisi qoldi nima? Pastdan x tepadan yigirib olamiz. Tushundinglarmi? Ya'ni qanday kombinatsiya bo'lganligini tepadan x olganimizda, birinchi tenglamada x olganimizda pastdagidan yigirib oldik. X y yoki mana x y mana bu ikkovsi ham x y bo'ldi. Endi bu bilan olinsa mana bu ham x y bo'lib qoldi. Tushundingmi? X ga x ola olmaymiz, chunki ikkovsi bir xil qarib, bir vaqt o'zida ikkita songa teng bo'la olmaydi. Javobimiz mana shu. Endi mana shularni qo'shib chiqib qo'ysangiz bo'ldi javobi. Boshlaymiz. 9, 9 ga 11, 11 dan 3 tarsam 8, 8 dan 3 tarsam 5, 5 ga 7 qo'shsam 12, 12 dan 6 tarsam 6, 6 ga 10 qo'shsam 16. Demak, javobimiz 16. Bo'ldi, javobimiz shu. Tushunarlimi? Mana shuni esdan chiqarmaylik. Javoblarimiz mana shu yerda 5 ta bo'lib qolyapti. Qaysi tur javob tashlab ketib qolish esdan chiqarmaylik, tashlab ketib qolmanglar. Xo'p, 39-misol. misolga ham qaraydigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, nima bo'lyapti? Bu ifodaning 4-darajasi, bu ifodaning 4-darajasi 0 ga teng bo'lishi kerak. 4-daraja bu juft daraja bo'lgancha doimo musbat. Uni bo'ladigan eng kichik qiymat 0 xolos, to'g'rimi? Ikkalasi ham 0 bo'lgan ifodalar nima bo'lishi kerak ekansa, yechim 0 bo'ladi. Ya'ni yig'indi 0 bo'ladi. X - 6 ni 0 ga tenglaymizda, bundan x teng 2 degan javob kelib chiqadi. Y - 5 ni 0 ga tenglaymizda, bundan y teng 5 degan javob kelib chiqadi. Mana shu ikkovsini, mana x o'rniga 2, y o'rniga 5 qo'ygan paytdagina nima bo'ladi? Ifodamiz 0 bo'ladi. Boshqa payt emas, tushundingmi? Bo'ldi, javobimiz shunday ekan. Xo'p, davom etishimiz mumkin, hurmatli o'quvchilar. Keyingi misolimiz -45. X minus y teng 1 mi? Endi bundan bizda mana Xo'p, qaranglar. Birinchi o'rniga qo'yish usulida ishlaymiz, albatta. X teng nima bo'ladi? Y plus 1. O'rniga qo'yamiz. 1 taqsim y plus 1 minus 1 taqsim y teng minus 1 taqsim 12.
Endi nima qilamiz albatta? Umumiy mahraj beramiz, to'g'rimi? Eslab qoling, umumiy mahraj berganingizdan keyin mahrajni tashlab olishga haqqingiz bo'ladi. -12 y ko'paytirgan y plus 1. Shuni esdan chiqaring. Umumiy mahraj berdingizmi, albatta tashlab olishga haqqingiz bor. Faqat esdan chiqaring, mahraj 0 teng bo'ladigan ildiz chiqsa, uni tashlab olamiz. -12 y. Buni esa +12 y plus 12 teng y ning kvadrati plus y. Endi bo'lyapsa, olib o'tamiz hammasini. Y ning kvadrati -11 y plus 12 teng 0. Hop, y1 y2 necha bo'ldi? 11 bo'ldi. Y1 y2chi ko'paytmasi 12. Bunaqa sonlar y1 teng 1 bo'ladi. Y2 teng esa 10 yo'q, 10 to'xtadi, adashib ketdi bu yerda. Boshida mana bu narsa minus bo'lishi kerak edi-yu. Boshida minus bo'lishi kerak bo'ldi. Demak, bu 12 ildizimiz musbat, birimiz manfiy bo'lar. Bo'ldi, javobimiz shunday. Tushunarlimi? Endi davom etamiz. Mana shu joyda qaranglar. Biz faqatgina nimani topdik? Y ning qiymatini topdingizmi? Shunga mos keluvchi x topasiz. Ximiz y plus 1 ga teng bo'lyapti, to'g'rimi? Boshladik. Demak, nima qilamiz? -1 ga 1 ni qo'shsam necha bo'ldi x teng? 0 bo'lib qoldimi? X1imiz 0 bo'ldimi? Tushundinglarmi? Y1 uzr. X2mizchi? Xo'p, 1 qo'shsam 13 bo'ldi. Endi hurmatli o'quvchilar, mana shu yerda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Xo'p, xato bo'lmadi biror joyda. Xato kelganlar yo'q, rahmat. Xo'p, davom etamiz. Endi mana shu joyda men xato qilganga o'xshayapman-da. To'xtanglar-da. Qayerdadir xato qildim. Ammo y kvadratlaringiz minus bo'lishi kerak edi. Ha, mana aytdim, men xato qildim dedim. Minus, bunisi ham minus bo'lishi kerak-da. Bu yoqqa olib o'tsak. Plus y. Bundan keyin nima bo'ldi? Bo'ldi. Endi to'g'ri bo'ldi. Men aytdim xato yozib, aytdim, u javob bunday chiqishi kerak emas edi. Bo'ldi. Minus, hop, 1 bo'ladi ekan. Ko'paytmasi 10 ko'ring. Bu sonlarimiz esa -4 ga 3 bo'ldi. Men xato yozdim. -4 ga 3 bo'ldimi? Demak, hop, 10 ni olib qo'ysa nima bo'ldi? Hop, men aytga qo'yadigan bo'lsam, -4 ni necha bo'ldi? 1 qo'shsam -3. 3 ga 1 qo'shsam 4 bo'ldi. Javoblarimiz nima bo'lsa, javobimiz -3 ga -4 va 4 ga 3 bo'ldi. Mana shu javoblarimiz bo'ldi. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi? Xo'p, yaxshi. O'rniga qo'yish usulidan ishlasangiz chiqib kelaveradi. To'g'ri, buni qanaqadir oson usullari bo'ladi har bitta misolda. Lekin siz usullarda har bittasini o'rganib chiqqaningizga ko'ra, o'rniga qo'yish usulini avval o'rganib olib, keyin boshqa usulga o'ting deyapman. Davom etyapmiz, hurmatli o'quvchilar. Hop. Nechanchi misol ko'ryapmiz endi keyingisini? Ha, bo'ldi. 47. X teng y kvadrat. 8y teng esa x kvadrat. Demak, nima qilamiz? O'ndan qo'yish usulidan foydalansangiz, x'imiz nima teng? Y kvadrat. Olib kelib qo'ying. 8y teng y ning kvadratini ham kvadrat. 8y teng y 4-si. Y lar qisqartirsa nima bo'ldi? Bittadan qisqartirsak faqat y teng 0 degan shartni olamiz. Chunki tenglikni ikkala tomondan qisqartirayotgan sonimizda nima qolardi? 0 degan shartni olardik. Agar mahraj bo'lsa 0 ga teng emas degan shartni olardik. Biz buni 0 ga tengladi, bitta javobimiz kelib chiqdi. Ikkinchi javobimiz esa 8 teng y kub. Y teng esa 2. Qaranglar, y 1 bo'ldi, bu y 2 bo'ldi. X'imiz nima edi? Y kvadrat demidi?
x teng 0, x birimiz bo'ladi. X ikkimiz esa 4 bo'ladi. Javobga 0 0 bitta javobimiz, ikkinchi javobimiz 4 va u 2 bo'lib qoldi mana. Tushunarlimi? Keyin xo'p, hurmatli o'quvchilar, 51-misol. Misol turdagi misollarimiz bular simmetrik tenglama deb yuritiladi. Simmetrik tenglama deb yuritiladi va bu tenglama yetishda deyarli 100% deyamiz, deyarli ko'p holatlarda mana shu nima qilamiz? Mana shuni ayirib yuboramiz. Simmetrik. Qayerdan bilamiz simmetrikligini desa qarang mana. Qiymat ikkosida ham nima bo'ldi? Bir xil. Va x bilan y o'rnlari almashgan holat. Tushunadingmi? Qarang. Bu yerda x kvadrat kelmasa, bunda y kvadrat. Bunda 2x kelmasa, bunda 2y kelmasa, bunda 2x. Tushundingizmi? Mana shu simmetrik tenglama deyiladi. Bularni yetishda biz ayirish usulidan foydalanamiz. Ayirib olsangiz nima bo'ladi? X ning kvadrati minus y ning kvadrati plus 2y minus 2x tenglama 0 bo'ldi. Bundan x minus y ko'paytirishni ajratamiz. Bundan x plus y. Bu yerdan minus 2 ni olib chiqsa x minus y bo'lib qoldi. Bo'ldi. Bu yerdan x minus y ni yana olib ketadigan bo'lsak, endi buni ko'paytirib 0 teng bo'lish uchun ikkovsini alohida 0 tengmiz. X teng y, x plus y minus 2 teng 0, x teng 2 minus y mana. Mana biz x larni birinchi holat bo'yicha ham, ikkinchi holat bo'yicha ham yechib chiqsak bo'ldi. Tushundingizmi? X bilan y ni bir-biriga bog'lab oldik, bo'ldi. Faqat nima qilamiz ekan? Endi o'rniga qo'yib ishlab qo'yamiz. O'rniga qo'ysam, qarang, y ning kvadrati plus 2y teng 15. Bu birinchi holat uchun ishlayapmiz. Olib o'tamiz. Y ning kvadrati plus 2y minus 15 teng 0. Endi sistema bo'yicha biz nima qilamiz? Y1 ni mana shu tenglama bo'yicha y1 bilan y2 ni yig'indisi minus 2. Bu v terimasiga ko'ra. Ko'paytmasi esa minus 15 ga. Bular necha bo'ladi? Minus 5 u 3. Endi bu x birimiz necha bo'ldi degani? Minus 5 u x ikkimizchi esa 3 bo'ldi mana. Ikkita ildizni topib bo'ldingiz. Endi ikkinchi holat bo'yicha yechadigan bo'lsangiz, ikkinchi holatda esa nima bo'ladi? To'xtaladi. Pastaga qo'yaman. Pastaga sal osonroq ekan. Bo'ldi mana. Sekinroq. Minus 11 bo'ldi. Hop, y ning kvadrati minus 2y minus 11 bo'ldi. Endi hozir bular gaplashib o'tirishibdi. Bularni ismini mana video darsimizda gapirsak bo'ladi. Keyin nima gaplashib o'tirdilar degan kommentlar yoziladi-da bularga. Shart emas. Uni avvalo nima heytlar qilishimiz. To'xtalab betga tushmaydi. Nima aytmam qo'ymaslar. Nomlar bu betga tushmaydigan sonlar demadilar. Diskretga qo'yamiz. 48 bo'ldi. Endi y1 y2 ni topamiz. 2 plus minus 48 dan ildiz olsak 4 ildiz olsak 16 kere 3 bo'ladi. Taqsim 2. Bundan 1 plus minus 2 ildiz olsak 3. Tushundinglarmi? Xo'p, endi nima qilaman desa, hop, mayli o'rniga qo'ysam x1 x2 kelib chiqadi. X1 ni topish uchun nima qildim? 2 minus 1 plusli variantni qo'yayotganmiz mana uni plusligini. Nima qolsa 1 minus 2 ildiz olsak 3. Bitta varianti. X2 miz esa hop 2 minus 1 minus 2 ildiz olsak bo'lsa 1 plus 2 ildiz olsak 3. Ya'ni bu yerda ham javoblarimiz nechta bo'lsa, jami 4 ta javob bo'ldi bu yerda. Birinchi javobim minus 5 u 5 minusdan, ikkinchi javobim 3 u 3 minus bu ham, uchinchi javobim 1 plus 2 ildiz olsak 3 ga uzr. 1 minus 2 ildiz olsak 3. Keyingi javobimiz esa 1 minus 2 ildiz olsak 3 ga
1 plus 2 lizosida 3. Xo'p, endi bizlar shartida nima deydi desa, tenglik sistemasini yeching deydi ekan, xolos. Mana shuni shunday qilib yechib qo'ysak bo'ldi ekan. Yozib olishlar mumkin. Hop, hozir to'xtatib turamiz. Endi biz misolimizga qaraymiz. Hurmatli o'zlar, 54-misol. X taqsim y plus x plus y teng 7. X taqsim y ko'paytirilgan x plus y teng 12. Xo'p, bu misolni ishlatadigan bo'lsak, misolimizda qaranglar. Bu yerda endi x ni yoki y ni topib olishda qiyinchilik bor. To'g'rimi? Misol uchun x topaman desizlar iloji yo'q. Yo pastdan topamiz, yo'q, qiyin bo'lib ketadi. Demak, bu paytda nima qilinadi? Belgilash kiritish usulidan ishlanadi. X taqsim y ni a, x plus y ni b deb oladigan bo'lsa teng. Mana shunday. A plus b teng necha bo'ldi? 7 bo'ldimi? Qarang, mana uni o'rniga a qo'ydim. X plus y ni o'rniga esa b qo'ydim, tushunarlimi? Endi a ko'paytirgan b teng esa 12 mana. Sistema bo'yicha mana. Yig'indi 7 ko'paytirmasi 12 teng bo'lsanlar, to'g'ri aytasiz, 3 u 4. Yoki bo'lsa 4 u 3. Bu bir, bu ham bir. Bunisi 2. Bunisi 2 mana. Tushundinglarmi? 3 u 4 yoki 4 u 3 degan variant bo'ladi. Demak, boshladik. O'rniga qo'yamiz endi mana. X taqsim y teng 3 bo'ladi. Bundan x dan 3 y kelib chiqsa, keyin mana shu tenglarimiz b qismiga qaraydigan bo'lsa, x plus y teng necha bo'ldi? Xo'p, bu yerda 4 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Chunki mana birinchi holat uchungina ishlayapmiz biz. Demak, o'rniga qo'yamiz. O'rniga qo'ysam 3y plus y teng 4. Y teng necha bo'ldi? 1 bo'ldi. Bu paytda esa x teng 3 bo'lib qoldimi? Ikkinchi holat. Keyin ikkinchi holatimizni ishlaymiz. To'xtadim, x topib qo'yapmiz aytdim. X teng 4y bo'lsa, x plus y. Bu paytda b ni qiymati 3 bo'lgancha x plus y o'rniga nima qo'yamiz? 3. Endi 4y plus y teng necha bo'ldi? 3. Y teng nima bo'ldi? 3 taqsim 5. Mana y topib oldingizmi? Endi bundan nima qilasiz? X topib qo'y. Bu 4 marta ko'paytirsa 12 taqsim 5. Bunisi birinchi ildizlari desa, buni ikkinchi ildizlari bo'lsa bo'laveradi ekan. Bizlar nimasi bor? Tenglar ildizlarini yeching, shu ekan. Tenglar sistemasining yeching ekan, uzr, tenglar ildizlarini yeching deb aytdim. Xato gapiryapman. Xo'p, yaxshi. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Yana misolimiz bor. 60-misol. Yaxshilab e'tibor beramiz. X da 4-si, x ning kvadrati, y ning kvadrati, y ning 4-si 91, x ning kvadrati, x plus y ning kvadrati teng 13 bo'ldi. To'g'rimi? Demak, bu misolimizni ishlashda nima qilamiz? Hurmatli o'quvchilar, tepadagi ifodani keyinlar biz ko'paytirib ajratib chiqamiz. Qanday qilib desa, boshladim. x4 plus x kvadrat y kvadrat deymiz. Plus y ning 4-si. Biz formulaga keltirish uchun x ni 4-si plus 2x kvadrat y kvadrat plus y ning 4-si. Ya'ni maytda bitta bor edi, yana bitta qo'shib oldikmi? Uni ayirib qo'yishimiz kerak. Shunda nima bo'ladi? Misolimiz to'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? Bu ifodamiz endi bo'lsa, x ning kvadrati plus y ning kvadratni ham kvadrat bo'lib qoldi. Endi bu ikkita ko'paytiruvchi ajraladi. Bittasi yig'indi, bittasi xuddi shuni ayrimasi. Tushunarlimi? Endi yig'indi nechaga tegdi? 13. Shundan biz bularni mana bu ifodani ayrimasi ko'rinishda olsak nima bo'ladi? Endi teng 91. Ayrima nechaga teng kelib chiqdi? Hop, teng bunisi esa 13 mana. Tushunarlimi?
Xo'p, endi bitta ish qilamiz. Mana bu x kvadrat y kvadratni men bu yerda qo'shib yuborsam ham bo'lar ekan, chiqib kelar ekan bunimiz. Ayversam x y ko'paytmasga chiqadi. Ha, bo'pti, bo'laverdi. Xo'p, belashtirib yurmaylikda, qo'shib yuboraylik. Qo'shib yuborsak nima bo'ldi? 2x kvadrat y kvadrat teng 20. X kvadrat y kvadrat teng 10 bo'lib qoldimi? Tushunarli bo'lyaptimi? Qiyin emas ekanmi? Qo'shib yuborar ekanmiz, mana x y ketdi, bo'ldi, bu shu holat. Demak, bu 10 bo'lsa, mana x y ko'paytmasi necha bo'ladi? 3 bo'lib qoladimi? Keyin shu nima qilamiz? Ko'paytmadan men y topib qo'yaylik. Y topsam 3 taqsim x bo'ldimi? Endi mana tenglamaga olib borib qo'yapman, qarang. X ning kvadrati plus 9 taqsim x kvadrat teng 10 bo'ldimi? Endi olib o'tamiz. X kvadrat marhaj berib yubordik. Menimcha ko'rinmay qoldi mana. Endi ko'rinyaptimi? Endi bu yerda boshladik. Hurmatli do'stlar, x kvadratni men t deb belashtirib t ni 4 minus 10 t plus 9. Endi bu yerda og'zaki ishlab beraylik, yozmasdan. Bo'pti, mayli, yozaveramiz endi. Tushunmay qolmanglar. Yig'indisi 10 ga ko'paytmasi 9 ga teng bo'lgan sonlar 1 u 9. Bundan ildizlarimiz ne chiqadi? X ning kvadrati teng 1 bo'lsa, x teng plus minus 1. X ning kvadrati teng 9 bo'lsa, x teng plus minus 3. Xo'p, qaranglar. Mana bu joyda yaxshilab aytib olishimiz kerak. Y teng nima desa 3 taqsim x midi? Demak, 10 ga qo'ysak nima bo'ladi desa plus minus 3 bo'lib, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda javoblarni yozib ketaveraylik birato'la. 1 ga 3 mos keladi. Minus 1 ga minus 3 mos keladi. 3 ga 1 mos keladi. Minus 3 ga minus 1 mos keladi. Ya'ni 4 ta javobimiz bor. Tushundinglarmi? Bular qiyin misollar emas, juda ham sodda. Ishlasak bo'ladi hammasini. Mana 66-misol. Va alaykum assalom. 66-misol. Endi bu misollar o'rniga qo'yish usuli bilan ishlab olmaydi. Juda qiyin bo'lib qoladi o'rniga qo'yishni. Demak, nima qilamiz? Bu paytda belgilash kiritish usulidan foydalanamiz. X minus y taqsim x plus y ni misol biz t deb oladigan bo'lsak, bunisi oyoq osmondan bo'lgani uchun 1 taqsim t bo'lib qoladi, to'g'rimi? Demak, t plus 1 taqsim t teng 2 bo'ldimi? Ummaraj t bo'ldi. Bu esa t ning kvadrati plus 1 teng 2t. T ning kvadrati plus 2t o'zi plus minus demoqchidim, minus 2t plus 1 teng 0. T minus 1 ning kvadrati teng 0, t teng 1 degan javobimiz kelib chiqdi. T'imiz 1 bo'ladigan bo'lsa, o'rniga qo'yamiz endi. T o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ldi desa 5x minus y teng x plus y. Xo'p, bundan kelib chiqadi, buni bu tomonga 4x teng 2y. Y teng esa 2x bo'lib qoldi. Y da 2x ni topganingizdan keyin y da uni olib qo'yaverasiz. Xo'p, x kvadrat minus 4x kvadrat teng minus 3. Bundan x kvadrat teng 1 bo'ladi. X teng plus minus 1. X topib oldingizmi? Y'imiz bunga mos keladi plus minus 2. Chunki 2x edi, x o'rniga qo'yapsiz, tushunarlimi? Javobimiz shundan bo'lsa 1 u 2 minus 1 u minus 2. Tushunarlimi? Xo'p, davom etamiz. Yaxshi.
Misollarimiz ancha oson ekan. Kitobimizda yana buni bu yoqdagi misollar ko'raverasizlar o'zingizlar. Iloji boricha hamma misol ishlab kelasizlar. Tushunali, bugungi xudo vazifasi ham shunday iborat. Xo'p, YouTube'da ham misol uchun hali ko'ruvchilarga aytamiz. Bemalol savollar bo'lsa, shu kommentariy orqali yozsanglar, xudo xolasa javob qaytaramiz.